Qani endi bu o'yinni bir o'ynab ko'ramiz. 60 ming dollar depozitini ko'rasizlar. Davomini kuzatamiz, qanaqa bo'ladi. Bu maqsadimiz uysizlarga uy olib berish, mashina sovg'a qilish. YouTube bomba bo'lishi kerak. Hammamiz kuzatamiz, qani ko'ringlar. Bir ishonmaydigan bir obunachiimiz bor edi. Shu nima edi bu bolani? Odamboy degan bir rosa pechanaxo'r bir bola bor. Hozir ko'rib shuni nima qiladi-da, o'zi bir xulosa qiladi. Yo beradi bu, yo bermaydi. Shuni o'ynab ko'rsataman sizlarga. Hammangizga o'zi bu kontentimiz dollarda o'ynayman. Uni qaranglar. Amerika uchun bu. 60 ming dollar depozit. Endi hammasini yutkazib qo'ymasman, lekin ko'tarishga harakat qilaman. Taktikani qanaqa boshlaymiz? Hozir 30 ta spinga qo'yib olaman. Shu 10 ming dollar yoki 20 ming 200 million so'mlik bonusga ushlashga harakat qilamiz. Max stavka qilib ozgina qisqartiramiz. 200 ming, 19 ming 200. 200 millionlik bonusga ushlashga harakat qilamiz. 30 ta aylantiramiz. 20 minutda qanaqa voqea bo'ladi ko'ramiz. 30 ta. Olympus. 5 ta skater 200 milyonlik bonusga ushladik. Ushlay olmaydi deganlar mana ko'ringlar. Qanaqa bo'ladi endi bu? Odamboy ko'rib o'tirgan bo'lsa, yana ko'radi hozir. Besplatni. 4 ming dollar ketdi ushlagancha. 200 million, 19 ming 200. Ikki pochka inshaalloh. Ikki pochka bilan Pekinga ikki pochkani ushladi bu. Ushlaguncha 3200 ketdi. Endi bu 6 million so'm tashlagan taqdirda ham bu o'yinni o'ynab ko'rsalar deyman. Risk qilib shuni ushlasa 20 million so'mni bonusga ushlaysan. 280 mingdan aylantiradi, 20 millionlik bonusga. Ana bu foydaga chiqadimi yo'qmi? Lekin ancha foydaga chiqargan. Mana. 5400. Ozgincha foyda qildi. Yetdimi? Yana bir X bor. Bitta X yetmadi. 4 ming dollar foyda bor. Hech kimlarga 1 minutda 4 ming dollar olib ketmaydi. 5 ta skaterdan tashlagan. Shunda ham bu sotib olishda nima bo'ladi? Hozir ko'ramiz. Bitta sotib olamiz baribir. Bitta 100 millionlik bonusga sotib olaymi? Mana 15 ming. Tayyormisizlar? 15 ming dollarlik bonusga 150 ming. 15 ming ko'k. Like-ni ayamasdan bosinglar. Agar bomba bo'lib qolsa, yutuqimiz. Kommentariyaga uy yoki mashina deb yozinglar. Uylanmagan yigitlarga bitta mashina va u yo'g'ini podarka qilib, mashina bo'lsa o'zi topadi, uylanadigan qizini baxtli bo'ladi. Uy yo'qlar uy deb yozib qo'ysin. Agar shu balansni qanaqa summaga ko'tarsam, hamma narsa bo'ladi. O'zbekistonda yo'qchilikdan saqlab qolish niyatimiz. Bu o'yin beradi degan taxminim bor. Ko'ramiz mana. O'zi bu taktikasini sinov ekaniga o'xshatmoqchi edim. Boshlanishiga oddiysidan 1000 dollarga 3 ta olib turib, keyin superdan 5000 yoki 10 mingga olishim kerak edi.
Men keyingisida shunaqa qilaman. Hozir bu bermayapti. Pushtoy ketdi bu spin. Spinlar ham diskda, bu lenta bu. YouTube'ga tushib qolsam, mana shunday otib olishim mumkin, arzimagan summaga. Ming bor, yana o'ynaydi. Sariqlar ham o'ynaydimi yo ko'kmi? Bu bomba bo'lyapti. Uni javon chamasmi? O'zini pul qaytmagan. X ot o'zini pul qaytadi. X. Legacy. O'yna! Mana bu bomba. O'zbekistonda bomba bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Bu qancha bu? Ajab ko'p emas, lekin foyda bu. To'g'ri tutma. Balans 74 ming ko'ch. 74 ming. Shu yerda o'zida to'xtatsa bo'ladi. Bu Zeus bu mabut mu yo mo'jiza bu? Endi bermayman menimcha. Ketida dumi bormi ekan? $5,000. Mayli. 50 millionga bitta ko'ramiz. Bitta. 50 milliondan sal ozgina oshiqcha-yu. 55 million. Shunaqa bo'lib qoladi. Mighty power. Ketidan berib qolsa berdi, bo'lmasa yoki to'xtatishga aylandi. 15 ming ko'kka berib yubordi bu. Oxirida berdi. Bermaydi, oxirgi ikkita spinda berdi. Ascend. Mighty power. Buni просто sizlar tomosha qilinglar, o'ynashni maslahat beraman. O'ynash uchun ko'proq summa kerak. Olympus. Bu boshidan bersa, kam summa bilan ko'tarib ketsa bo'ladi. Legacy. Endi bu ham suygan bandalarga beradimi? Shu bo'lmaydi bu o'yinlar. Ascend. Mana qaraman. Bu bomba degani. Summa bo'ladi. Boyaga nimaga screenshot qilaman? Esimdan chiqib. Kallam ishonmay qoldi ko'zimga. 2 marta ketdi ya. $30,000 sof foyda. Hozir davom ettirsam bo'lmaydi buni. Xayr, hamma kommentariyaga yozamiz, like bosamiz. Kommentariyaga yozamiz. Nima kerak bo'lsa yozinglar. Kechki payt yana davom ettiramiz.